Samankilikka 120 ga 3 metrli mahsulotimizni mana shu devorga yopishtirib ko'rsatib beramiz. Urushning taglarini silib qo'yganmiz, tayyor qilib. Sekin bismillah boshlaymiz. Sekin umuman qiyin joyi yopishtirib ketaveradi. Qayta qalbakni silib olsangiz bo'ladi. Ozginasini yopishtirib olasiz. Yana ishlasini yopishtirib ketasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu oxirgacha xudo xohlasa pastki qismini yopishtirib oldik. Cho'tki baqlat bo'lgan. Men ko'chmaydi, ko'chsa ham devori ko'chib chiqadigan darajada. Ko'rishingiz mumkin. Xohlasa chiroyli chiqyapti. Tepasidan yopib, gullarni yopib qo'yamiz xudo xohlasa buni.